Hayot uyqudir, o'limda uyg'onar inson. Sen shoshil, o'lmasdan oldin uyg'on. Jaloliddin Rumiy. Bu galgi videoni bekorga bu misralar bilan boshlamadim. Albatta bu galgi videomiz ham tush olamiga qiziquvchi kuzatuvchilarimizning iltimosiga binoan bo'lyapti. Bu galgi videoda bizning mavzularimiz bo'ladi. Yana tushni anglash, tushlarni boshqarish, tushlarni o'zi nima va ozgina qo'ldan kelguncha astral haqida. Vaqtimiz yetsa albatta. Keling, birinchi yana boshidan boshlaymiz, chunki undan oldingi videolarimiz ham tushlarni anglash, tushlarni qanday boshqarish, yana yangilangan obnovleniyani beramiz va iltimoslarga binoan aniqligicha tushuntirishga harakat qilaman. Birinchi shartlar asosida gaplashaylik, chunki shunday shartlar borki, siz bu shartlarni qilmasangiz bu ongli tushlarni ko'ra olmaysiz, umuman tush ham ko'ra olmaysiz hattoki. Birinchi sharti ongli tushlarni ko'rishni. Siz miyangiz maksimal darajada dam olishi kerak. 6 soatdan 8 soatgacha bo'lgan sokin uyqu. Uyqudan oldingi uyquga yotishdan oldingi holat. Uyquga oldinga yotish 2 soat oldin siz telefon yoki televizor shunga o'xshagan narsalardan chetlanishingiz kerak iloji boricha. Miyangizga uyqudan 2 soat oldin dam berishingiz kerak. Albatta siz tushlarni boshqarishni xohlasangiz va ongli tushlarni ko'rishni xohlasangiz. Keyin yengil taom, kechqurun zog'ir taom yeymiz. Va organizmga bu albatta nagruzka bo'ladi. Bu og'ir holatdan organizm tushlarni anglash tugul o'zini ham anglolmay qoladi. O'zini oshqozonmi bu ichidagi yoki toshmi? Shuning uchun yengil ovqatlanishni tavsiya beramiz. Keyin charchoq holati. Agar siz yaxshigina charchagan bo'lsangiz, bir haftada 7 kun ishlayotgan bo'lsangiz va bu orada juda ham charchog'ingiz bo'lsa, siz qancha urinmang foydasi yo'q. Bu ongli tushlarni ko'ra olmaysiz. Chunki agar juda ham charchagan odamga 8 soat emas, 12 soat uxlasa ham charchog'i chiqmaydi. Tana maksimal darajada charchoqdan chiqishi kerak. Keyingi nima shartlar? Stress holatida bo'lmasligingiz kerak. Stress holatida bu ongli tushlarni anglash yoki ongli tushlarni boshqarish bu qiyin holat. Keyin tavsiya uyqudan sal ozgina 1 soat, yarim soat oldin toza havoda aylanib kelish. O'zingizga yoqadigan yengil bir suyuqlik iste'mol qilish. Kam miqdorda albatta, ko'p emas. Uyqudan oldin uyquga ketishdan oldin har safar masalan biz qanday qilamiz? To'shagimizga boramiz, cho'zilamiz va uxlashga harakat qilamiz. Yo'q, aslida unday bo'lmaydi. To'shakka yotiladi. Qanday xohlang, uyqu masalan ongli tushlarni ko'rishni xohlasangiz yoki siz prosta maksimal darajada yaxshigina dam olishni xohlasangiz, albatta to'shakka cho'zilganingizdan keyin chuqur nafas olib, butun tana a'zolaringiz, hattoki ichki a'zolaringizga qadar bo'sh tutishingiz kerak o'zingizni. Hatto tasavvur qilishingiz o'zi kifoya. Boshlaysiz, ko'zingizni yumasiz, chuqur nafas olib, hamma yog'ingizni bo'sh tutib, oyog'ingizdan boshlaysiz. Bo'shanib, xuddi bo'sh bo'lib hamma yog'ingiz bo'shadi. Bu muskullarni va ichki a'zolarni напряжениемni bosim taranglashishdan ochadi. Siz uyquga ketdingiz, qaysidir bir joylar qon bosimidan aylanishi tarang bo'lib, stress holatda bo'lsangiz, shu stress bilan uxlaysiz va ertalab tursangiz hamma yog'ingiz og'rigan bo'ladi. Keyingi nimamiz? Tushlarni anglash. Tushlar qanday anglanadi? Bu hammani hayotida bo'lgan bu. Agar eslab ko'rsangiz, yosh paytida yoki katta bo'lganda bu butun dunyo bo'yicha nima qilingan, eksperiment qilingan. Har bir inson 5 tadan 4 ta inson buni tasdiqlagan. Tush ko'rganda tushingizni anglaganmiz tushligini. Birovlar ko'rganda anglagan, birovlar yomon tush ko'rganda tushligini anglab uyg'onib ketgan. Yoki shunga o'xshagan nimalar, vaziyatlar. Bu narsani anglash juda oson. Buning uchun sizga birinchi kerak bo'lgan narsa qattiq xohish, niyat. Eng birinchi, asosiysi niyat. Niyat qila olsangiz
shu tushni anglashni niyat qilsangiz, bemalol siz tushingizni anglay olasiz. Buning uchun sizga nima kerak bo'ladi? Birinchi, sizga eng zo'r narsa odatlar bo'ladi. Eng sizga yordam beruvchi narsa bu sizning odatlaringiz. Qanday deysizmi? Masalan, siz tushda eslaysangiz, hamma tush ko'rganda eslasa, sizning hayotingizdagi odatlaringiz tushga ko'chadi. To'lig'iga tushga ko'chadi. Siz qanday bo'lsangiz, qanday odam bo'lsangiz, to'lig'i bu sizning tushingiz buni kopyulayt qiladi. Shuning uchun hayot davomida odat qilib borish kerak. Birinchi, o'zingizga savol berish. Bir kun davomida kamida bir kunda 12 soat bo'lganda, bir kunda hatto kamida 10 marta o'zingizga savol berishingiz kerak. Bir nimada 12 soatlik, masalan 12 soat uyg'on paytingiz bo'lsa yoki 16 soat bo'lsa, bundan ko'proq. 16 soat bo'lsa, odamda o'zi aslida 16 soat, 20 soatlar hozircha bo'lib tursa, 20 soat 15 marta qancha ko'p bo'lsa bu yaxshi. Eng kam 15 marta o'ziga o'zi savol berish kerak. O'zi analiz qilish kerak. Hozir bu hayotni o'zini analiz qilish. Tushmi yoki hayot? Tushmi, hayotmi? Tushmi, hayotmi? Tevarak atrofingizga qaraysiz. Bu sizni odat turingizga kerak. Yana nimasi buni tushmi, hayotmi? Qaraysiz atrofga. O'zingizga kerak bo'lsa yoki bitta narsani olsangiz ham bo'ladi. Masalan, soatga yoki soat bo'lmasa, qandaydir obyektni, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, qandaydir obyektni fokus vnimaniyangizga qaratasiz, e'tiboringizni qaratasiz, shu odamga qaraysiz va boshqa joyga qarab, tevarak atrofga e'tiboringizni yana shu odamga qaraysiz. Bu hayotda bo'lsa ham buni qilish kerak. Chunki bu tushga ko'chganingizdan keyin tushda kimnidir qaraysiz, kimgadir e'tibor berasiz va boshqa joyga qaraysiz va o'sha odamga qaraysiz, o'sha o'zgaradi. Soat ham shunday bo'ladi. Hattoki eng zo'ri siz bilan har doim bo'ladigani bu qo'lingiz har doim yoningizda bo'ladi. Savol berasiz. Tushmi bu, hayotmi? Atrofga qaraysiz. Qo'lingizga qaraysiz va barmog'ingizni sana boshlaysiz. Tushda har doim barmog'ingizni sanab boshlasangiz 5 ta emas, 4 ta, 6 ta, 8 ta, 10 ta bo'lib chiqadi. Lekin 5 barmoq ko'rasiz, sanasangiz ko'proq yoki kamroq barmoq sanaysiz. Bu yana bittasi. Yoki soatga qarashingiz mumkin. Juda ham bo'lmasa vaziyatlarni tahlil qilishingiz mumkin. Bu vaziyat haqiqatan bo'lyaptimi yoki men tushimdami? Bu mana shuni odatga aylantirish kerak. Eng oson yo'li buni odatga aylantirish. Keyin onglik darajangizni ham kuchaytirasiz. Bu onglik darajani kuchaytirish qanday bo'ladi? Bu faqat shu o'zingizga savol berishdan. Masalan, bu sizni yana nimadan ham saqlaydi? Stress holati. Bir qandaydir muammo yoki konflikt holatda siz o'zingizga savol berasiz. Bu o'zi aslida nima? Bu holat menga kerakmi, yo'qmi? Bu tush emasmi? Qaysi holatda bo'lsa ham buni odat qilsangiz, birinchidan bu sizni masalan vaziyatga kirib ketmasligingizni kafolatlaydi. Ikkinchidan bu sizni nazorat qiladi. Uchinchidan tushga ko'chsa, buni tushligini anglaysiz. Masalan, tushda yomon tush ko'ryapsiz. Qandaydir vahshiy yoki koshmar bir tush ko'ryapsiz. Bu o'sha paytda odatingiz ko'chsa, bu odatingiz tushga ko'chadigan bo'lsa, siz bu masalan oldingizda maxluq turibdi. Maxluqni o'ziga nima qila olasiz? Kerak bo'lsa kulgili narsaga aylantira olasiz. Boshqarish haqida keyin hozir aytib o'taman. Yana tushlarni anglashni yana bitta nimasi bor. Ongli tushlarga tushishni 8 masalan o'zini men oldingi videolarimda aytganman, tezkor uyqu holati bor. Bu siz 6-7 soat uxlaganingizdan keyin sodir bo'ladi. 6 soat 7 soatgacha miyangiz to'liq informatsiyani obработка qiladi, ishlaydi, kerak narsalarni oladi, keraksizlarni bo'shatadi, tanangiz dam oladi va miyangiz 6 soat 7 soatlarda dam oladi. Bu paytgacha tush ham ko'rasiz, lekin bu siz esda qolmaydigan tush. Tezkor uyqu fazasi bor. Bu o'sha 6, 7, 8 soatdan keyin boshlanadi. Buning uchun ertalabki soat bir 4 yoki 4 emas. Uyquga to'yib, masalan, o'zingiz hisoblaysiz 6 soat, 7 soatlarni qancha bo'lsa uxlashingizdan oldin. Shunga hisoblaysizda budilnik qo'yasiz. Budilnikka uyg'onib tashqariga chiqasiz, bir toza havoda nafas olasiz. Bir choy damlab ichishingiz ham mumkin. Bir o'zingizga kelasizda uyqu holatingiz ham hali o'chib ketmagan bo'lishi kerak. To'liq uyg'onib
to'liq nima deydi, uyqungiz qochib ketmasligi ham kerak. Shunday holatda yana uyquga yotasiz va eng asosiysi, eng keragi va eng muhimi niyat bilan yotasiz. Niyatni har xil o'zingiz xohlaganda qiling, xohlang. Men asosiy qiladiganim hozir men uxlayman va tush ko'raman, tushimni anglayman. Men hozir uxlayman va tush ko'raman, tushimni anglayman. Yo siz tushimni anglayman deb yotsangiz ham bo'ladi. Yoki bu tush niyat qildim tush ko'rish, tushni mana shu hozir ko'radigan tushimni anglashni deysizda va bu tush deb uxlaysiz. Va albatta tushni ko'rasiz. Hamma ko'radi, bu tezkor uyqu holatida ko'radigan tushingizni, sizni uyqudan oldingi holatingiz va sizning odatingiz sirazi tushga ko'chadi. Yana bir nimasi, agar shunday tushni ko'rmoqchi bo'lsangiz, yana o'shanday vaziyatda turasiz va yana uxlashga yotasiz. Niyat qilasiz, hozir tushimni anglayman. Shu tepaga qarab yotsangiz, uyqu holati kelgan payti turishga harakat qilasiz, lekin turmaysiz. Ichingizdan shu turishga urinasiz. Uyqu holatida bo'ladi. Uyquga ketar-ketmas o'sha boshlayapsiz, turishga harakat qilasiz. O'zingiz turishga harakat qilib, bunday uyg'onishga emas, ko'zingiz yumilgan holda o'rningizdan turishga harakat qilishni boshlaysiz. Va bu holatda albatta uxlab qolasiz. Ko'p davom etmaydi bu. O'sha holatda ham ko'pincha nimaga tushasiz? Ongli tushlarga tushasiz. Va buni his qilasiz. Bu sal boshqacharoq bo'ladi, lekin bu ham yordam beradi. Keyingi nimamiz? Mavzuimiz hozir. Bu videoni aytib o'taman, bir bizni tomosha qilayotgan kuzatuvchimiz iltimosiga binoan bo'lyapti. Ana endi tushlarni boshqarish. Siz birinchini qildingiz, ikkinchini qildingiz, endi uchinchidan tushlarni ko'ryapsiz, tushlarni anglayapsiz. Lekin tushlarni anglayotganda tushlarni odam anglaydi, lekin boshqara olmaydi. Bu tabiiy holat, chunki bu bizlar uchun noodatiy va yangi bo'lgan narsa. Tushlarni boshqarish qanday bo'ladi? Tush xuddi biz hayotga o'xshaydi. Qo'rqqaning oldinga keladi. O'zimiz hayotimizdagi maqollar bor. Qo'rqqanga ko'p ko'rinadi. Bu yerda gap nimada ketyapti? Qo'rquvni tagida nima bor? Qo'rquv. Tasavvur qiling, sizning qo'rquvingiz bor va bu qo'rquvda ichingizda nimadir aylanadi. Ichingizda, miyangizda va qalbingizda nimadir o'tadi. Bu qo'rquvni kutish, masalan, birov sizga napadina hujum qilyapti, buni kutish, xayolingizda qo'rqasiz, xayolingizda aylantirasiz, hozir uradi, ichingizda qo'rqasiz. Buni ikkalasini qorashilgani haqiqiy nima niyat deydi, amalga oshadigan niyat. Balki yoki buni nabrot ham qo'rquvda, agar birovdan nima yaxshilik kutsangiz, masalan, birov siz bilasizki, shu odam sizga yaxshilik qiladi, albatta, yaxshi bir nima niyat aytadi. Yoki bir nima bo'ladi. Bu yerda ham siz bilasiz, aqlingiz bilan bu odam sizga yaxshilik qiladi, qalbingizda xursand bo'lasiz. Bu ikkalasini qorishuvi, mana shu ikkalasini qorishuvi hayotda ham, tushda ham ishlaydi. Qanday ishlaydi? Siz qo'rqsangiz, birovdan qo'rqsangiz, o'sha sizga napadayt qilishiga ishlaydi. Va yaxshi ko'rsangiz, o'sha sizni yaxshilik qilishiga ishlaydi. Bu yerda o'sha ikkalasini qorashidan chiqadigan niyat, shu niyat deb olaman, shundan chiqadigan narsa, energiya, hatto bu hayotni ham boshqaradi. Tushni ham boshqaradi, butun dunyoni ham boshqaradigan narsa. Qarang, tushingizda har doim birovni kimdandir qo'rqib qochasiz, yugura olmaysiz. Yugura olmaganingizning sababi hozir meni tutib oladi, qocha olmayapman, nimadir bo'lyapti degan narsaga, mana shuni ustiga tushda sirazi realizatsiya bo'ladi, sirazi amalga oshadi. Buni farqi, hayot bilan ikkalasining farqi, tushni amalga oshish, u yerda vaqt tushunchasi bo'lmagani uchun sirazi amalga oshadi. Masalan, tushda ko'rishni boshladingiz, qanday boshqarasiz? Tushda ishonch bo'lishi kerak, o'zingizga ishonch. Masalan, hayotda ham ishonchsiz hech nima qila olmaysiz-ku. Biror narsaga ishonmasangiz, biror masalan bir niholni ekasiz, uni chiqishiga ishonmasangiz va uni tagiga suv quymasangiz, ishonmasangiz bu chiqmaydi. Yoki boshqa narsalardan biron bir ishni qilyapsiz va bu ishni bo'lishiga ishonmaysiz va buni umidingiz bo'lmaydi bundan. Bundan biron narsa kutmaysiz. Miyangiz ham bo'ldi deydi, qalbingiz ham, ko'nglingiz ham soviydi. Mana shu narsa, shuni ikkalasini qorashgani hayotga
ssenariy beradi. Hayotga ssenariy beradi. Tushga ham ssenariy beradi. Tushda uchmoqchisiz. Sizni ssenariyingiz. Birinchi, aqlingiz keladi, aqlingiz aylanadi. Sen qanday uchasan? Keyin bir tarafdan sakrab ko'rasiz. Sal nima bo'ladi? Qalbingiz uchishni xohlaydi, aqlingiz ishonmaydi. Demak, siz ucha olmaysiz yoki uchsangiz ham bir qandaydir teparoqqa sakraysiz. Bu yerda uchishingizga ishonchingiz juda ham komil bo'lishi kerak. Shunday bo'lishi kerakki, xuddi mana suvni ichsangiz, hozir shu suvni chanqoqingiz to'yishi, chanqoqingiz qonishiga ishonganday ishonishingiz kerak. Ishonch shunday bo'ladi va buni amalga oshirish albatta shuni harakat qilish bilan bo'ladi. Bu qanday ishonchni ko'paytirasiz? Masalan, tushda uchmoqchi bo'lsangiz, asta-asta, sekin-sekin qadamlar bilan yoki nimalar bilan boshlaysiz. Urinishlar bilan. Bir marta bo'ladi. Bu xuddi mana bu velosiped haydagandayda, masalan. Siz hamma haydayapti, ko'ryapsiz, bo'ladi, lekin o'zingiz haydab ko'rmagansiz, ishonmaysiz. Qo'rqasiz. Asta-asta bu ham haydab ketgandan keyin bu siz uchun bir oson, muammosi yo'q narsaga aylanadi. To o'rganguncha, siz o'rganingizcha siz uchun katta bir muammo bo'lib turadi. Bu ham shunday. Agar boshqa vaziyatlarda, masalan, uchishni gaplashdik. Mayli, siz oldingizga kimdir chiqdi, yomon inson yoki maxluq. Sizni xayolingizda birinchi keladigan narsa, hozir bu meni yeydi yo degan paytda qalbingiz nima qiladi? G'ijim bo'ladi va qo'rqasiz va bu albatta sizni yeydi. Bu yerda boshqarish qanday bo'ladi? Siz undan qo'rqmaysiz. Sizni eng asosiy nimangiz, suyanchig'ingiz nima bo'ladi? Bu tushligini anglash bo'ladi. Asosiy suyanchig'ingiz bu tushligini. Tushda siz hukmronsiz. O'z tushingizni o'zingiz hukmroni o'zingizsiz. Shuning uchun birinchi nimangiz, asosingiz bu tushligi, ikkinchi asos bu siz undan qo'rqmasligingiz. Bu siz undan qo'rqmaysiz va buni tasavvur qilasiz. Shu yerda tasavvur ishlaydi. O'zi tushlar tasavvur olami, nima olamidir o'z aslida. Siz uni qanday tasavvur qilsangiz, o'shanday u shakllanadi. Masalan, maxluq kattagina yoki masxarabozga aylantirib qo'yasiz. Yoki uni tepaga uchirib yorasiz. Yoki shunday u bilan do'st bo'lasiz. Men o'zim nimamdan bitta nima aytaman. Misol keltiraman. Tushni anglamagandim. Bir tush ko'rdim, lekin tushda ham yaxshi, chiroyli va zo'r tush edi. Ketyapman bir choyxonadan birovdan, bir qizdan, ofisant qizdan nimadir so'radim. Suv yoki biror narsa. So'rasam, shu yerda tushda bo'ladi-ku. Yonida akasi ham biror narsa bor ekan. Men unga shunday so'ragandim. Yonidagi erkakni ko'rdimda, men u akasi bo'lsa kerak, hozir janjal qilib ketsa kerak. Ko'ryapsizmi, ichimdan ketyapti. Hozir bu janjal qilib ketsa kerak, hozir biror narsa bo'lib ketsa kerak desa, o'sha tashayapti, u ustimga nima qilib kelyapti, bostirib kelyapti. Xuddi men xayollarimni u ko'chirib, ssenariyni ichimdan men ssenariy beryapman, ular shuni ishlab beryapti. Keyin shunday deb turgan, u kelayotgan payti keldi, gaplashib turganik birdan xayolim bo'lib qoldi. To'xta, bu tush-ku. Tushda men qilol bo'lsam, tushda men o'zim boshqarsam. Bu odam haqidagi fikrimni o'zgartirdi. Bu odam haqida, yaxshi odamlik haqida. Shu payti u ham o'zgara boshladi. Juda ham yaxshi muomala va juda ham zo'r kelishib ketdik bu tarafiga. Keyin tushlar yana davom qildi. Bu misol bir shunday holat, tushni boshqarishda deganda. Masalan, tushni yana qanday boshqarasiz? Siz xayol qilgan, o'zingizga kerak bo'lgan narsani xayol qilasiz. Tushda masalan, buni tushdan oldin niyat qilasiz. Bu men aytayotgan narsalar ko'p praktikalardan keyin bo'ladigan narsa. Tushdan oldin niyat qilasiz, tushni anglayman va o'z niyatimga erishaman. Qandaydir niyatni xayolingizda saqlaysiz va kimnidir ko'rmoqchisiz. Tushda o'sha odamni prosta xayolingizda tasavvur qilasiz. U odamday paydo bo'lib qolmaydi hech payt. O'zingiz avtomatik o'sha odam yonida paydo bo'lib qolasiz. Bu tushda vaqt oralig'i yo'q degani. Hozir tushlarni o'zim nima haqida gapirib aytib o'taman. Tushlarni boshqarish hozircha shunday bo'ladi. Bungacha yetib keladigan odam bo'lsa, keyin u yog'iga savollar tug'ilib boshlaydi. Bemalol kanalga, kommentariyaga, nimaga yozishi mumkin. Keyin tushlar nima? Tushlar olami nima o'zi? Bu juda ham katta tema. O'zi aslida buni tushlarni o'zi nimaligini o'zi bir soatdan ziyod bo'ladigan mavzu.
qo'ldan kelgancha sizlarga qisqa qilib va osongina tushuntirishga harakat tushlari. Masalan, odam tug'ilgandan boshlaydi tushlarni ko'rib. Tug'ilganda qanday jarayon paydo bo'ladi. Odam ona qornida yotgan payti unga qulay va juda ham keling boshidan boshlayman. 4 oyligida odamda hamma narsa shakllanib boshlaydi. Bu payti Alloh ruhni tanaga joylaydi. 4 oydan keyin qolgan joyda tug'ilish paytida tug'ilguncha bo'lgan holat ruh uchun va tana uchun qiziq bo'ladi. U paytda ong bo'lmaydi, rivojlanmaydi. Ong hali yengil jarayonda bo'ladi. Ong rivojlanadi, faqat yengil jarayonda bo'ladi. Og'riqlar sezmaydigan, og'riqlarsiz hali nafas olmaydigan jarayonda bo'ladi. Tug'ilish jarayonida albatta bola ona qiynalgan kabi bola ham katta qiyinchilik bilan tug'iladi, harakat qiladi va uni birinchi nafasi, uni bo'ladigan narsasi, undagi og'riqli holat nafas olishi bo'ladi. Nafas olish kerak, oladigan bo'lsa nafas olish achchiq havo. Chunki u nafas olishga o'rganmagan o'pka. Keyin u ko'z qop-qorong'u tinch joydan chiqqanda qulog'iga qandaydir ovozlar, miyasiga hali notanish bo'lgan ovozlar keladi. Miya ishlashni boshlaydi, qiynaladi, orasidagi neyrotolalar nimalar qiynaladi. Keyin ko'ziga yorug'lik tushadi. Ko'zni ochish qiyin u uchun, chunki u siz necha yillar masalan qorong'ida yotib quyoshni ko'rsangiz ko'zingiz og'rib, ko'zingiz achishadi. Bu tana va bu yerda ruh ham nima qiladi? Tana katta azob chekkan payti ruhga ham ko'chadi. Keyin ruh shu payti tana uyquga ketgan payti boshqa olamlarga ko'chadi. Boshqa olamlarga o'z nima olamiga ko'chadi. Xohlagan olamga. Bu yerda chunki qanday bo'ladi? U yerda hali aql rivojlanmagan qanday u tush ko'radi deysiz. Uni farqi yo'q. Hali yosh bolaning tushi qanday bo'ladi? Ko'pincha yosh bolani men eshitishim bo'yicha, hamma ko'p eski odamlar aytishi bo'yicha yosh bola ko'pincha tushida onasini ko'radi. Chunki 9 oy onasining qornida yotdi. Aqlda ona haqida informatsiya bor. Ota haqida informatsiya bor. Biladi, otani ham biladi, onani ham biladi. Uning tushlari faqat shu asnosida bo'ladi, shu jarayon nimasida bo'ladi. Ona va ota tushlari. Ruh qaragin, tushlar nimaligini mana shu yerda aytaman endi. Ruh qandaydir olamga ko'chadi. Buni har kim har xil nima qiladi. Birov aytadi, miyani o'zini tasavvur mahsuli deydi. Tasavvur mahsuli bo'lishi mumkinligiga, balki tasavvur mahsulidir, lekin men hamma o'zini qarashi bor, dunyo qarashi bor, hamma va ularni ham haq deb bo'lmaydi, chunki hozir men aytayotganim ham haq deb bo'lmaydi. Chunki tushlar olamini o'rganish juda ham qiyin bo'lgani uchun va bu juda ham nozik masala bo'lgani uchun buni hozir bir aniq haq deb bo'lmaydi. Lekin islom diniga keladigan bo'lsak, dinimizga odam uyqu holati yarim o'liklik deb aytilgan. Bu yarim o'liklik deganda ruh tanadan chiqqan joyi bo'ladi. Ruh tanadan chiqadi, lekin bu tana bilan ruhni bog'langan joyi bo'ladi. Bog'langan ipi bo'ladi o'zini. Qaysidir olamga ketsa ruh, masalan, yosh bola tush ko'rmoqchi. Ruh tanadan chiqadi va qandaydir olamga ketadi. Ana endi bu yerda bo'ladigan voqealar. Bu yerda bo'ladigan voqealar albatta ruh qandaydir olamga boradi va bu yerdagi olamdagi maneken deb aytsak bo'ladi, masalan, yozilgan. Bu olamlar faqat amalga oshmagan va cheksiz darajada qatma-qat bo'lib yotgan, xuddi kitobga o'xshaydi. Masalan, tasavvur, har kuni bir kitobni o'qiysiz, har bir olamga tushgandek. U nima ham shunday bo'ladi. U olamlar ham shunday bo'ladi. Moddiylashmagan olamlar, tushlar moddiylashmagan olamlar. Bular miyani, endi miya bu yerda qanday jarayonni o'ynaydi? Masalan, kimdir hayotida bitta kitob o'qigan bo'lsa ham, oddiygina sariq devni minib bo'lgan paytida Hoshimjonni birov o'qiyotgan bo'lsa, har doim geroyni o'rniga kim o'qiyotgan bo'lsa, o'zini qo'yadi-da va o'qishni boshlaydi. Bu yerda aslida gero boshqa, u kimnidir, yana birovnidir o'qisa, o'sha odamning o'rniga, masalan, yaqin do'sti bo'lsa, o'qiyotgan odam tasavvurida o'zini o'sha yaqin do'stini tasavvurini qo'yadi. Shunday bo'ladi.
Tushlar olamida shunday. Ruh qaysidir olamga farqi yo'q. Bu olam qayerdaligidan bo'lishidan qat'iy nazar qandaydir olamga tushdi. U yerda masalan yosh bolani gapiryapmiz. Yosh bolada bo'lsa kimnidir oladi, bunga aql, ong, ona obrazi va ota obrazini beradi. Endi ssenariyni bu yerda aql ozgincha ssenariy beradi. Ssenariy uni qanday bo'ladi? U o'zini kutish vaziyatlari bo'ladi. O'zini masalan ona otadan mehr kutadimi? Bu yerda tush ko'rayotgan tushdagi odamlar unga mehr beradi. Ona bilan ota urushyapti. Bu bola ona qornida bo'lgan taqdirda ham ona bilan ota urushsa buni biladi. Bu narsa onga qolib ketgan bo'lsa, bu o'sha jarayonni ssenariyni beradi. Onam bilan otam urushishi mumkin degan ssenariyni xayolda ssenariy berish, xayolda tasavvur bo'ladi. Buni ruh o'z energiyasi bilan boyagi ko'rayotgan olamiga tarqatadi. Va bu yerda xuddi shu boyagi manekin yozilgan nimalar, obrazlar shu ssenariy bo'yicha o'ynay boshlaydi. Shu tushni egasini, ko'rayotgan narsasini energiyasi bo'yicha shuni o'ynay boshlaydi. Bu yosh bolalardan to qariguncha bo'ladigan odamning vaziyati. Endi katta o'rtacha bolani oladigan bo'lsak, o'rta yoshdagi bolani oladigan bo'lsak, bu yerda nima ketadi? O'yin qaroqlik o'ynaydi. Masalan, yosh bolalarimdek oyoqchalarni ko'radi, qizlarimdek yedinorog va yakkashoh shularni ko'radi. Va bu yerda ham ruh qandaydir olamga tushadi va bu yerda ssenariyni aql beradi. Ssenariy o'zi hayotidan oladi. Masalan, aqlda o'zi hayotining ssenariysi bor, boshqa hayotning ssenariysi bormi? Masalan, u yerda u birov bilan birov urushganini ko'rsa yoki o'zi ham bora-borasa, u kaltak yesa yoki ursa, har doim uradigan bo'lsa, aqlning ssenariysi har doim uradigan nima bo'ladi? Ssenariy bo'ladi. Yoki kaltak yeydigan ssenariy bo'ladi. Yoki birovdan so'kish eshitib, har doim gap eshitadigan bo'lsa, shunday ssenariyni har doim aql o'z hayotidan olib beradi. Bu odatlarga nisbatan, masalan, odatda har doim bir ishni zo'r qilish bo'lsa, tushida ham bu bir ishni zo'r qiladi. Haqiqatan shunday ishni zo'r qiladi. Ruh xuddi bu tana bilan bog'liq bo'ladi. Katta bog'lanish, unda uzilmaydi bu bog'lanish. Ketgan payti ruh xuddi bir olamga tushdi deylik. Birdaniga aqlni bo'layotgan ssenariyni shu olamga singdiradi. Eng qizig'i hayotimizda ham shunday. Odam hayotida ham xuddi shunday. Nimaga biz oldin buni videoning boshida o'limda uyg'onar inson, sen shoshilib o'lmasdan bugun uyg'on deb aytilgan. Bir misol keltiraman. Bu olamda, hozirgi olamimizni gapiramiz. Bu olamda qancha yig'asiz, shuncha boylik to'playsiz yoki bir ko'p narsani bilasiz, tanangizni zo'r qilasiz yoki kim nimalarnidir qilasiz yoki bolalar, chaqa hamma narsani qilasiz. Nariga olamga olib keta olamizmi? Yo'q, olib keta olmaymiz. Tushda nechadir narsalarga erishamiz. Tushda masalan ko'p narsa, kimdir oltin topib oladi tushida, xursand bo'ladi va oltin topni yoki pul topadi, zo'r narsa bo'ladi. Uyg'onganida bundan xafa bo'ladi. Chunki tushida zo'r edi-da u oltin. U nimaga tushdan olib chiqa olmadi bu tarafga? Olib chiqishning iloji yo'q. Nimaga biz bu hayotda yashaymiz va shuncha pul yoki shuncha mol dunyo to'playmiz, nimaga u tarafga olib keta olmaymiz? O'xshashlik juda katta. Farqi bitta. Farqi u nomoddiy olam, ikkinchisi u yerda vaqt tushunchasi yo'q. Vaqt tushunchasi yo'q. Kimnidir qo'lidan kelsa, agar tushni ko'ra olsa, telefonini olsin-da, qandaydir videoni qo'ysin telefonida. Siz videoni odatiy holda shunday ko'rasiz. U yerda videoni qo'ygan paytingiz bu video qanchadir yillar oldin ishlangan bo'lsa ham sizni to'liq bu videoga ko'chasiz. Xuddi bunday qilib telefonga qarab, u yerga ichiga kirib ketgandek o'sha joyda bo'lasiz. Bu yerda vaqt tushunchasi yo'q. Xuddi bu ko'p o'lchamli olam bo'ladi. Bu yerda vaqt tushunchasi yo'q. Biz hozir 3 o'lchamli olamda yashaymiz. 3 o'lchamli, 4 o'lchamli vaqt bilan 4 o'lchamli olamda yashaymiz. U yerda ko'p o'lchamli, 5 o'lcham, 6, 7 o'lcham. Bu yerda bir vaqtni o'zida, masalan video o'tmishda yozilgan. Siz bir vaqt kelajakda turib buni o'tmishga borib ko'ra olasiz. Живой. Bu degani u yerda vaqt tushunchasi umuman yo'q. Vaqt tushunchasi va moddiylik tushuncha yo'q. Moddiy olam tushunchasi yo'q. Tushlar asli shunday bo'ladi. Katta insonlar,
masalan endi yosh odamlar, katta insonlarning ssenariysini olamiz. Katta insonlarning ssenariysi tushida masalan boshlig'idan har doim gap eshitadigan bo'lsa, tushiga boshlig'i kirsa, aqli buni o'rganib qolgan, bu hayot ssenariysiga o'rgangan va bu tushga ko'chiradi. Bu ham xuddi shunday hayotda masalan siz buni sinab ko'ring, bu juda ham zo'r layfhak. O'z aslida bu haqida bir video qilishdik, lekin kimgadir kerak bo'lsa agar qilamiz. Qandaydir vaziyatda ikkita odam ishlayapsiz, siz birov bilan ishlayapsiz. Xayolingizda shunchalik uverin bo'ling yoki shu ssenariyni hattoki hayotga bering. Hozir mana shu yordamchim yoki hozir mana shu inson mana shu ishni men uchun qilib qo'yadi yoki so'raydi yoki siz kimgadir ishlaysiz, boshlig'ingiz shunday tasavvur qiling. Shunday ish o'rnichingiz va uveriningiz bo'lishiga kimlar boshlig'idan qo'rqib turadi, keladi bu boshlig'imga gapiradi yoki so'kadi yoki biror narsa bo'ladi. Siz ichingizda shundayki ishonchni, shunchaki volyani shakllantirasiz. O'zingizni shu maqtaydigan insonligingizni xuddi buyurgandek hayotga bu ssenariyni bergandek qilasiz. Bu narsa sizni hayotingizga 100% ko'chadi. Bu haq. Bu lekin agar nuqta shubhangiz bo'lsa, bu haqida hozir kelib boshlig'ingiz sizga maqtashi keraklik haqida nuqtagina shubhangiz bo'lsa, tochkagina shubhangiz bo'lsa, bu sizni maqtamaydi. Shuning uchun ssenariyni aql va qalb ikkalasi juda ham kelishgan holati bo'ladi. Masalan, qo'rquv holatiga, chunki hammamiz qo'rqamiz yoki biror narsadan cho'chiymiz. Biror narsa qilishda aql qo'rqadi, shu narsani hozir biror narsa bo'lishiga qalb xijim bo'ladi. Bir ichidan biror narsa aylanadi. O'sha paytda o'sha narsa amalga oshadi. Mana shu narsa hayotda ham, tushda ham bu ish beradi. Shuning uchun nimasini harakat qilinglar, ishonchli va o'yiningizda harakat qilishga, nima qilishga, amal qilishga. Keyin tushlar haqida hozir gapirsa juda ham katta tema. Xo'p, mayli, ba'zi odamlar uchun bu tushlar ta'birini so'rab qolishadi. Bir narsaga ahamiyat beringlar. Tush ko'rayotgan paytda siz e'tibor berish kerak narsa, siz takror ko'rayotgan tushingizga e'tibor bering va uyg'ongani biron bir tush ko'rdingizda uyg'ondingiz, lekin nimadir niyat ichingizda, nimadir hijim bo'lyapti. Keyin qanday tush ko'rganingizni eslaysiz. Mana shu tushga e'tibor berishga, mana shu ikkala holatdagi tushga e'tibor berishga va buni mag'zini chaqishga harakat qilsangiz, bu foyda beradigan narsa. Qolgan tushlardan ta'bir izlash, qolgan tushlardan nima qilish bu to'g'ri kelmaydi. Kimlarga to'g'ri keladi? Bu bir qandaydir yo'nalish bo'yicha ishlayib yurgan odamlarga, masalan, avval bu kimni aytsam, bu olimlarga va yoki juda katta ilm egalariga bir narsa bilan to'xtamay cheksiz va shu narsani ustida ishlab yurgan odamlar e'tibor berish kerak va faqat aytganda bu ikkita turga iloji boricha. Undan qolganlarga e'tibor beraman va buni mag'zini chaqaman yo buni ta'bir qilaman deb YouTube'ga kirib tushlar ta'biri deb yozsangiz, bu faqat sizni hayotingizdan chalg'itadi va bu bir folga kirib qolishi mumkin va bir gunohga aylanishi mumkin. Keyin astral bo'yicha endi tushlar haqida gapirsa, bu nimalar, qanday olamligini haqida gapirsa juda ham katta tema, keraklicha mencha oldingiz deb o'ylayman. Astral haqidagi narsa, astral haqida yaxshigina ishladim, lekin astralga tushdim ham, lekin astralni bilmadim. Kimdandir o'rganishingiz mumkin, lekin men astralni sizga o'rgataman, chunki o'zimga yoqmagan narsani kimgadir o'rgatishim qiyinroq, to'g'risi. O'zim bilmagan, amal qilmagan narsani birovga o'rgatishim nimaroq, noto'g'riroq. Astralni harakat qildim va bunga bir marta tushdim ham. O'zim amaliy nimamni misol keltiraman. Bu astralga tushish xuddi tanani bu yerda tushga tushmaysiz, lekin mana shu o'zimizda hayot bo'lsa, mana shu hayot bo'lsa, bu xuddi bir daftarimiz bor, bizni tasavvur qiling. Bu chiroyli yozadiganimiz, bu bizning hayotimiz. Bir cho'rnovikimiz bor, bir ruchkamiz yozmay qo'yganimda chiziqlab turadigan narsamiz bor va bir she'r yozmoqchi bo'lsa ham bitta cho'rnovikka bunday yozib oladi. Va bunga chiroyli qilib ko'chiradi. Astral ham xuddi shunday olam. Bu yerda qolib ketgan ruhlar va jinlar va amalga oshmay qolgan bir moddiylashishga ulgurmay qolgan bir mavjudotlar boshqa shunday narsalar juda ham ko'p bu yerda.
bu yerda albatta chiqsangiz, chunki bu yerda kafolat yo'qki, nimanidir o'zingiz bilan olib chiqishga, bu yerdan olib chiqish bo'ladi, bu faqat yaxshi narsani olib chiqa olmaysiz menimcha. Harakat qildim bir marta, bu bo'ldi. Bu astralda qanday chiqiladi? Astralda uxlamaysiz, bunda uxlab turasizlar va bu ertalab bo'ladi. Bu ham xuddi yoningizda bitta ip bo'ladi. Bu ipdan o'zingizni uyg'otishga harakat qilasiz. Astral haqida videoni YouTube'ga siz to'lib yotibdi videolar. O'sha ipdan o'zingizni, endi bu bitta metodi bu astralga chiqishni. Yoki nimasi ham bo'ladi. O'sha ipdan tortasiz, xuddi ruhingizni chiqarayotgandek bo'lishingiz kerak. Ruhingiz chiqib turgandek bo'lishi kerak. Yoki barmog'ingizni bunday o'ynatib yotasiz va bu xayolda bunday barmog'ingizni o'ynatib yotgandan keyin keyingi jarayoningiz barmoq to'xtab qoladigan nimasi bor. Shuni sezishingiz kerak va o'zingiz o'ngga yoki chapga yumalashga, tanangiz tebranmagan holda aylanishga harakat qilasiz. Tanangiz tebratmagan holda. Bu payti ruh haqiqatdan ham chiqadi. Menda bir marta o'xshagan, bu payti bir marta chiqqanman, lekin devorning orqasidan shunday o'tishga uringanman. Bu bo'lgan va bu yer qandaydir menga yoqmagan. Xuddi mana shunday pomeshcheniya, shunday bir joy bo'lsa, bu yer xuddi shunday joy, lekin juda ham xira va qorong'uroq joy bo'ladi. Mana shu joyning kopiyasi, shu olam, shu narsa, lekin bu qandaydir qorong'uroq joy bo'ladi, xuddi shunday. Bu yerda o'zimni yomon bilmadim, yomon his qilganman, biron narsani kelishini yoki biron narsani yurganini his qildim va sezdim va bu narsa menda qo'rquv bo'ldi va bu narsa bilan yaxshi shug'ullanmagan ma'qul degan qarorga keldim. Bu videoni so'ragan inson menda birinchi marta qanday bo'lgan tushlarni boshqarish. Menda u tushlarni boshqarishni ilmini bilmasdan oldin ham ba'zida bo'lardi. Bu fontanli bo'ladi. O'zim bilmagan holda bo'lib qolardi bu. Va bu narsa bilan qiziqib va u haqida o'qib birinchi marta hammada birinchi marta o'xshagan paytda uyg'onib ketadi. Hamma uyg'onib ketadi. Bir ikki marta shu uyg'onish bo'lgan, keyin asta bu tushgandan keyin agar tushganingiz hayajonlansangiz yo uyg'onib ketasiz, yo o'zingiz havoga uchib ketasiz, yo biron joyga yiqilib tushasiz va uyg'onib ketasiz, uyg'onish jarayoni bo'ladi. Asta shu jarayonlar bilan o'tib nimaga kelganman, shu tushlarni boshqarish nimasiga. O'zimda endi so'ragani, hozir o'zingizda qanday har doim bo'lyaptimi? Yo'q. Menda hozir uyqu vaziyatdan meni ish vaziyatim ko'p bo'lyapti va tushlar bilan boshqarish hozir faqat dam olish kunlari yakshanba kunlari bir bo'lib qoladi. Shanba kuni yaxshigina dam olsam, yakshanba kuni ozgina vaqtim bo'lsa, ba'zida jelaniya bilan qilib turaman. Lekin bu narsadan chiqib ketmadim, lekin bu narsada kirib ketmadim o'rtachasida. Yana bir narsasi, sal ozgina to'xtatganimning sababi, bir kuni tush ko'rdim. Bu tushimni angladim, bu tushligini. Tekshirib ko'rish uchun oynadan sakradim, hech nima bo'lmadi. Bo'ldi, bu tush ekan. Xohlagan ishimni qildim, nimadirlarni bajardim va uyg'ongim keldi, uyg'onay dedim tushda. Uyg'ondim. Va yana ishlarim bilan bo'lib ketdim. Bu o'sha payti men tush ichida tushda ekanman. O'sha payti hozir hayotda bitta tushda bo'lsam, keyin yana bitta tush, keyin yana bitta tushni ichida ekanman. Uyg'ongan paytim men bu hayot deb o'ylaganim aslida tush ekan. Bu jarayon ko'p bo'lardi, lekin meni qo'rqitgan narsa shu oynadan sakragan joyim, masalan birinchi etaj bo'lsa, sakragan joyim. Bu keyin qo'rqitgan narsam uyg'ongandan keyin bu tushligini farqlay olmay qolganim. Chunki ongli tushlarni ko'ra boshlaganda atrofingiz xuddi shunday bo'ladi. Haqiqiy hayotdan chiroyli bo'lsa bo'ladi, lekin qolishmaydi. Keyin uyg'ondim dedim. O'zim ishlarim bilan yurgandim. Yana biron narsa urib ketdi miyamga. To'xta, buni o'zi bu hayotmi? Keyin yana eksperiment qilib nimadir qildim va uyg'ondim. Uyg'ongandan keyin ham ishonmayapman, что bu hozir yurayotganim hayotmi? O'zimni keyin jimjilab ko'ryapman. Ertalab turganda odamni unchalik og'riq his qilmaydi. Ya boshqa narsalar atrofga qarab, bir soatchalik, yarim soatchalik menda shu masalan shok holati tushmi yoki nima bo'layotganini bila olmayotgandan keyin juda ham bu nimaga kirib ketdim shekilli edimda.
va menda boshqa hayotiy boshqa ishlarim ishlarim bo'lib ketdi va bundan sal ozgina uzoqlashib faqat hozir shanba yoki yakshanba kunlari qo'ldan kelgancha vaqtim bo'lgan paytda qilishim mumkin, qilyapman. 48 minut bo'lib to'xtab qolsa yaxshigina gapirib qo'yibmiz. Azizlar, kimga ma'lumot kerak bo'lsa bemalol yozinglar. O'z praktikam va nimalarim bilan bemalol ulashaman va menda bu tushlardan tashqari va ko'p ma'lumotlar juda ham katta baza nimalar bor. Ilmni men shundayki sochib yoradigan narsa deb o'ylamayman. Shuning uchun kamdan-kam video qilaman va so'ragan odamlarga. Bu xuddi tasavvur qiling, hayotda hamma och, siz bo'lsa nonlarni yerga sachib otib yuribsiz. Kimlar yerga tushgan nonni yemayman deydi. Do'konda tursa borib olaman deydi. Yaxshisi shu do'konda tursin, olsin-da maza qilib yesin. Xuddi yerda achib chirib yotgandek. Kimga ma'lumot nima kerak bo'lsa bemalol kommentariyaga yozing. Qo'ldan kelgancha albatta video qilamiz. Hammangizga rahmat kuzatganingiz uchun. Sog' salomat bo'linglar. Yana bir eslatma, like va podpisatsiya va podelitsiyani bosib qo'yinglar sizlardan. Men hali shuncha video davomida menimcha so'radimmi, so'ramadim bilmayman, lekin odamlarga foydali ma'lumotlar va bunday yaxshi olam haqida ulashish menimcha yaxshi deb o'ylayman. Salomat